Xullas, nashetni bir oyda bitirish kerak. Sherigingiz kim? Ana qaynatam. O'zi ishga yaraydi-mi? Ha, tetik. Ha, yaxshi. Kuyov bola va'da berdingiz, endi ish qilasizmi? Ha, shunda plan qilib olay hozir. Qizim aytgan gap rost ekanda, molga o'xshab yotadi deb kallangga qo'yyag'i. Dada, qaqa olib ketyapsiz? Uyga rodman kerak bo'lib qopti, kuyov bola Ha, xotinni uyga narsa tashish dadasidan o'tgan ekanda. To'xtab turing, dada. chichivoring kuyov bola. Obedga nima yeymiz? Makaron. Qizingizga o'xshab faqat makaron qilishni bilar ekanda bular. Ey! Kuyov bola chiqing endi, botib qoldingizmi? Noshetgani ham qo'ymishsiz. Hop, nima kamchilik? Shu 10 qop semen kerak. Kecha olib kelib berdim-ku. Akalar sement sotyapsizlarmi? Qanaqa sement? Ha, 10 qop sement tayyorlab qo'yaman deyapti. Bitta mo'ylovli birat. Kim aytyapsan, Darmayet? Mana pulinglar. Mana rixonalar ko'rib keling-chi. Xo'p. Kuyov bola menga pul bermaysizmi? Masalan, menga pul kerak emas, buni qizingizga olib borib beraman. Kuyov bola narigi xonani patologini qatirmoqmidingiz? Yo'q. Tezroq chiqing, sementga moshina kelgan, ashunda qochamiz.